alaykum, hurmatli Instagram obunachilari, hurmatli Telegram obunachilari. Bugun 2026-yilda 27-may kuni, ya'niki sizga kecha bitta masala bo'yicha murojaat qoldirgandik. Azizbek Hamrayev masalasi bo'yicha. Mana bugun Azizbek Hamrayevni Qurbon hayiti arafasi bilan vaholanki mana shu xalqimiz, mehribon xalqimizning yordamlari arafasi bilan mana bugun birinchi muolajasi boshlanib ketdi. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib so'raymiz. Biz albatta buni oyoqqa turib ketishga erishamiz sizning yordamingiz bilan. Sizlardan bu borada mana shu Azizbek Hamrayevga yordam berishlaringizni, amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Mana o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsiz muolaja jarayonlaridan. Vaholanki xalqimiz mehribon. Albatta bizga bunaqa jarayonlar ko'pdan ko'p kuzatilgan. Shu borada bugungi mana shu Qurbon hayiti arafasi bilan yani sizlarga Azizbek Hamrayevni haqqiga bir go'zal duo, vaholanki mana shu ma'naviy, moddiy yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Pastda katta raqamlari qoldiramiz. Azizbek Hamrayevni o'zini shaxsiy nomerini, otasining telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib Azizbek Hamrayev bilan vaholanki otasi bilan gaplashib, haqiqatan ham bu mana shu bugungi jarayondagi bu holatlarni kuzatib borishlaringiz mumkin. Bugungi arafa hammalaringizga yana bir bor muborak bo'lsin. Qolaversa, inshaalloh yaqinda tuzalib ketsa, mana shu O'zbekistonning koriga yaraydigan ajoyib inson bo'lishiga siz vaholanki siz kabi hammamiz shu masalada bel bog'lashimizni Alloh nasib etsin. Sog' salomat bo'linglar.